Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bizlar Samarqand Ulug'bekda Cho'ponota A50 da joylashgan Chevrolet avtosaloniga tashrif buyurdik. Bugun sizlarga azizlar mana shunday o'zimizni GM avtomobillarining narx-navolarini yoritib beramiz, ko'rib bir baho berasizlar. Har xil turdagi azizlar sizlar xohlagan avtomobillar bor. Qolgan avtosalonlarga qaraganda nima afzalligi bor desalaringiz agar, azizlar qaranglar, bu avtosalonda kelganingizdan keyin hamma ishlaringiz mana shu yerda o'zidan hal bo'lib ketar ekan. GAI, notarius, sug'urta nomergacha mana shundan taqib bemalol olib ketasizlar. Birlamchi avtokredit, avtolizing orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'cha narxini ko'pchilik bilishadi. Avtosalon narxini ham sizlarga bugun bir qisqacha yoritib berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha albatta sizlar like'lab bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Har xil turdagilaridan bor, Premier bor, LTZ bor, 10X'lar narxlaridan bor, Labo, Damas hammasi narx-navolarni qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlarni Cho'ponotada joylashgan A50 dagi Chevrolet avtosalonimizda kutib qolamiz. Sizlarga yaxshi kaftilagan holda biz videomizni boshladik. Do'stlar, sizlarga yaxshi kaftilagan holda biz videomizni boshladik. Qani narx-navolarni ko'ramiz. Ko'chada qanday, avtosalonda qanday, nima qulayliklar bor? O'z bizga yaqindan yordam beradilar. Menejer Mezrob aka chaqiramiz. Mezrob aka keling qani aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat aka. O'zingiz tinchmi? Xush kelibsiz. Rahmat aka. Bitta obunachilarimiz bilan ham bir so'rash qo'yasiz aka, nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Chevrolet Adem Asr avtosaloniga men Chevrolet menejer bo'laman. Ismim Mezrob. Isroil aka, qaysi mashinadan boshlaylik? Xo'p, aka, bo'lmasa birinchi 10X dan boshlaylik. Ko'zga yomon chiroyli ko'rinyapti. Sizlarda hozir Chevroletdagi masalan barcha avtomobillar bor. Damas, Labo, hamma avtomobillar bor, to'g'rimi? GM avtomobillari aka. Mavjud Chevrolet. Biz Primoy do'stlar mana kelib mana nasib bo'lsa avtosalondan, Chevrolet avtosalonidan to'liq obzor qilib beramiz. Endi baho berasizlar. Narx-navoni taqqos qilsalaringiz bo'ladi. Xo'p, aka, bu eng oxirgi pozitsiyasi menimcha. Mezrob aka, Chevrolet 10X ni 5 xil komplektatsiyasi. 5 xil komplektatsiyasi bo'lyapti. Bu 4-komplektatsiyasi hisoblanadi. Premier Plus. Premier Plus. Bundan yana keyingisi ham bor, Redline bo'ladi. Redline. Bunda o'zi orqada abagrefi ham bor-a, buni adashmasam aka? Ikkita oldidan, ikkita orqasida ham abagrefi bo'ladi. Oldida, orqada abagrefi bor. Ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Bu oq rangidan. Qora farqi yo'q. Bemalol. Qaysi rangda xohlasangiz, любой rangni topib beramiz. Xo'p, endi 10X da ko'pchilik biladi. Endi qisqacha sizlarga ma'lumotlarni Chevrolet avtosalonidan azizlar yoritib berishga harakat qilyapmiz. Бесключевой доступлар bor, беспроводной bor. Endi bilmaganlar uchun yana takroriy yetkazishga harakat qilamiz. Ichlari bilan baho berasizlar, azizlar. Xo'p, Mezrob aka qarang, endi birma-bir o'zi yoritib boramiz. Bu avtomobillarda qanaqa turlarda xarid qilsa bo'ladi? Mijozlar, aka? Hozirda qarang, avtokredit, avtolizing naqd asosida olishingiz mumkin bemalol. Gap yo'q. Birlamchi chiqib olib ketasizlar. Xo'p, aka qarang. Boshqa avtosalonlarga qaraganda nima qulayliklar bor sizlarda? Avtosalonlaringizda. Qulayliklarni основнойni aytishim mumkin. Bu GAI xodimi o'zimizda ishlaydi. И plus bank xodimlari ham o'zimizda bor. O'zingizda ishlaydi. Uzog'i bilan o'sha bir kun ichida olib chiqarib keta olasiz mashinani. Tushunarli. Bir kun, даже bir kundan ham olayroq olib ketishi mumkin, aka, nasib bo'lsa. Xo'p, bu Premier Plus, mana bitta orqalari bilan ham ko'rsating, operator. Orqada ham abagreftari bor. Bunga masalan har bitta avtomobillaringizga hozirda Mezrob aka qancha garantiya beriladi? GM mashinalarida 3 yil yo 100 ming kilometr garantiya beramiz. Har bittasiga 3 yil yo 100 ming probeggacha garantiya beriladi, to'g'rimi? Xohlovchilar uchun mana qora rangidan ham bor, narxlari bir xil bo'ladi. Narxlar nima qilmaydi? Xo'p, aka qarang. Bu Premierimizda narxi qancha aka? Mana shu eng nimasini. Mana bu yerda bor ekan narxlar. Chegirma ketyapti hamma mashinaga. O'zining narxi 221 million 640 ming so'm. 221 million 640 chegirma bilan 15 million chegirmasi bor. 206 million 640 ming so'm bo'lgan. 206 million 640 ming so'm bo'lgan o'zi narxi, aka. Dollarda где-то bir 16 mingda bo'lyapti-da, Premierdan aka. Shu atrofda. Где-то 16 ming atrofida bo'lyapti Premierdan. Xo'p, trekerlarga o'tib olamiz. Trekerlar ham o'sha ko'pchilik xarid qilishyapti. Narxi-navosi qanday ekan trekerda? Bu LT ham, по-моему, LTZ mi aka bu? LTZ plus komplektatsiyasi. LTZ plus komplektatsiyasi, ha? Hozirda 5 xil komplektatsiyasi bor. Bu ikkinchisi hisoblanadi. Birinchisi ham bor, LS plus. Hammasi trekerning hammasi avtomat korobka bo'ladi. Bu qancha narxi? Narxi agar
naqdga olamiz desangiz 229 million chegirmasi bilan bor, 15 million. 220 O'zining narxi 244 million. 244 million. Iloji bo'lsa dollarda ham aytish iloji bormi? Agar nima bo'lsa hisoblab aytsangiz agar. Mizrob aka, obunachilarimizga endi qulay bo'lish uchun ham so'mda ham dollarda aytaylik, ko'cha bilan narxini baribir taqqos qilishadi. Shunga qarab bemalol azizlar kelaverasizlar. Ko'chada qancha, nimada qancha? 17700 atrofida. 17700 atrofida bo'lyapti, ha? Pachka 0 probek, 3 yilgacha garantiya berishar ekan. Bularda siz avtokredit, avtolizing orqali bemalol xarid qilaverasizlar. Tracker, xohlovchilar uchun bu yerda Premier ham bor. Bu aka Dartmouth Blue rangi ekan, ha? Mizrob aka? Ha, hozirda yangi chiqqan rangi Dartmouth Blue. Dartmouth Blue rangida. Xo'p, qoralardan ham hammasidan mavjud, to'g'rimi aka? Ha, xohlagan rangingizdan qilib beramiz. Xo'p, bu yerda Premier ham bor ekan, ha? Premier. Bu Redline komplekt. Bu Redline ekan. Eng oxirgisi. Bu paroglari ham bor ekanmi aka? Bu qo'yganmisizlar? Buni o'zimiz, avtoservisimiz bor, o'zi ofitsialniy, rasmiy. Agar klientlar xohlasa agar birdan chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Garantiyasi ichida qoladi. Ichida qoladi. Xohlasangiz gaz ham o'rnatib berishimiz ham mumkin. Hozir bu avtomobillar barchasi yili necha 25 mi bo'ladi? Hammasi 25 bo'ladi. Hammasi 25-yil. Ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Tracker aziz do'stlar, mana sizlarga Redline'dan. Redline'da yaxshi ko'rgan akalarimiz bo'lsa, marhamat, juda ham chiroyli lekin haqiqatan ham Redline oq rangidan. Aka, buni narxi qancha Redline trackerimizda? Hozirgi narxi 282 million, chegirma bor bunda ham 260 million 474 ming so'm bo'lgan. 22 million chegirmasi bor. Dollarda endi qancha bo'lyapti bu, Mizrob aka? Dollarda hisoblagan taqdirimizda. Hozirda dollarda ham hisoblab bering aka. Ichlari bilan mana bemalol baho berasizlar. Hozir kelasizlar Primoy mana avtosalondan o'z nomlaringizga olib chiqib ketaverasizlar bemalol. 20 ming 100 bo'lyapti. 20 ming 100 bo'lyapti. 2025-yili azizlar 20 ming 100 dollar atrofida bo'lyapti. Endi ham so'mdan dollarda aytib o'tyapmiz. Xo'p, tracker oqi, qorasi hamma rangidan mavjud, to'g'rimi aka? Muammosiz. Xo'p, 12 Redline'dan so'raganlar bo'lsa, mana marhamat, boya aytganlaridek eng oxirgi paytasiz, ha aka? Shunday. 12 Redline. Shunday. Xo'p, ko'rib baho berasizlar. Azizlar, bu avtomobilimizni ham qora rangidan, bu yerda klientlar ko'rishyapti ekan, birdan ko'rsatib yuboramiz bizlar ham. Xo'p, mana ishlari, motorlari azizlar, ko'rib baho berasizlar. Motorlari 1.2 turbina. 1.2 turbinali motor. 32 ta o'tquchi. 32 ta o'tquchi bor, ha aka? Keyin azizlar endi biladi ko'pchilik, endi buni hamma o'zi obzorini qilib o'tgan. Buni ham aka 20% bilan olib ketsa bo'ladi, boshlang'ich to'lov. Bu где-то qancha? 35 millionlar bo'lyapti, ha aka? 35-40 million bilan o'zi 35-40 million atrofida bo'lyapti. Bemalol kelib birlamchi avtokredit qilib olib ketsa bo'ladi, ha? Xo'p, azizlar kelasizlar, mana qaranglar, ko'rib turayotganingizdek, mana bu yoqda kutish zonalari bor, mana kelib mazza qilib kofe, choylarni ichib ishlaringizni hal qilib ketsangiz bo'ladi. Operator yaqinroq ko'rsatasiz, keyin yana bir qulayligi bor. O'tirgan joylaringizdan mashinangizni polni ko'rsangiz bo'ladi. Sizga mashina berishdan oldin polnichi texnik ko'rikdan o'tkazilar ekan, ha? Mizrob aka? Albatta, texnik. Bu yoqda mana GAI aka xodimlarimiz polni nomerlarni hal qilib berishadi. Bemalol kelasizlar, mana ko'rib turayotganingizdek, xohlagan turdagi avtomobillaringizga chiroyli narxlarni qilib berishadi. Xo'p, Mizrob aka yaqinroq kelasiz aka. Mizrob aka, endi bizlarga xo'p 12 ta hammasi narxini avval aytib o'tdik. Labolar qancha bo'lyapti aka? Narxi. Laboning narxi 96 million 370 ming so'm. Laboniki. Albatta. Damaschi aka? 600 ming so'mga qimmat 96 million 932. Aziz do'stlar, mana kelasizlar, nasib bo'lsa xohlagan turdagi avtomobillaringizdan shu Chevrolet GM avtomobillari qaysi biri kerak bo'lsa, bemalol kelib mazza qilib, bo'lsa xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Keyin sizlarda trading xizmatlari ham bormi? Masalan, o'zimizda shu mashinalarni olib kelsa, endi yili sal eskiroq bo'lsa, narxlab olib, o'rniga almashtirish yo'llari ham bormi aka? Xizmatimiz bor. Mashinalar bilan kelsinlar, ko'ramiz. Narxlarni aytamiz, baholaydi. Agar ma'qul bo'lsa, agar trading xizmati bilan olib ketishlari mumkin bemalol. Yo'q. Aziz do'stlar, mana sizlarga qisqacha bugun ko'cha va avtosalondagi narxlarni sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi ko'cha narxini ko'pchilik biladi. Avtosalondagi narxlarni ham bir sizlarga qisqacha yoritib o'taylik dedik. Bemalol kelganlaringizdan keyin nasib bo'lsa hamma ishlaringizni tezda sifatli qilib bitkazib berishadi. Cho'ponota A50 da joylashgan sizlarni Chevrolet avtosalonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta layklarni aytmaysizlar degan umiddan yangi videoroliklar kutib qolinglar. Mizrob aka, rahmat aka sizga ham. Salomat bo'ling aka. Charchamang, mehnatizga rozi bo'lasiz.